Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga respublika bo'ylab qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 23-dekabr ob-havo prognozi e'lon qilindi. Unga ko'ra Toshkent shahrida kechasi biroz qor yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 2-4 daraja sovuq, kunduzi 5-7 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4 daraja sovuq, -1 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi esa 7-12 daraja iliq bo'ladi. Toshkent viloyatida kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, -2 daraja iliq bo'ladi. Muhim hodisalar. 22-dekabrda respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor deyiladi xabarda.